Assalomu alaykum. Efirda Samarqandda ta'lim hafta ichida dasturi tanishing. Bugungi dasturimizdan quyidagi lavhalar o'rin olgan. Dolzarb 90 kunlik tadbirlari davom etmoqda. Vazir o'rinbosari 9-umumta'lim maktabida yozgi sog'lomlashtirish maydonchasi faoliyati bilan tanishdi. Boshqarma boshlig'i Nurobod tumanining olis hududida joylashgan ta'lim muassasasida bo'ldi. Maktabgacha ta'lim tizimida joriy yilning o'tgan 6 oyida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Boshqarma xodimlari ishtirokida sport tadbirlari, futbol va voleybol o'yinlari o'tkazildi. Ayni paytda viloyatning umumta'lim maktablarida dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida turli to'garaklar hamda sport seksiyalari faoliyat ko'rsatmoqda. O'tayotgan haftada Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri o'rinbosari Sardor Rajabov Samarqand shahridagi 9-umumta'lim maktabida tashkil etilgan Kamalak yozgi sog'lomlashtirish maydonchasidagi to'garaklar faoliyati bilan tanishdi. Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri o'rinbosari Sardor Rajabov viloyat pedagogik mahorat markazida tashkil etilgan o'quv kurslari tinglovchilari bilan muloqotda bo'ldi. Muloqot davomida tinglovchilar tomonidan berilgan savollarga javob berdi. Xususan, inklyuziv ta'limni amalga oshirish tartibi, maktab direktorligi uchun menejerlik sertifikatlariga o'qish jarayonlari haqida to'liq ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng vazir o'rinbosari Samarqand shahridagi 9-umumta'lim maktabida dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida tashkil etilgan to'garaklar, sport yo'nalishidagi mashg'ulotlar bilan yaqindan tanishdi. Ayni paytda mazkur maktabda Kamalak nomli yozgi bolalar maydonchasi faoliyat ko'rsatmoqda. Unda bolalarning samarali ta'til o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jumladan 10 dan ortiq to'garaklar, futbol, voleybol, shaxmat kabi sport seksiyalari, zamonaviy jihozlangan kutubxona, Turon maktab teatri, iqtidor ijodiy klubi kabi yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan. Vazir o'rinbosari yozgi ta'til davrida bolalarning intellektual, jismoniy va ijodiy salohiyatini yuksaltirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi va maktab rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdi. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i viloyatning olis hududlaridagi ta'lim muassasalarida dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida Nurobod tumanining olis hududlarida joylashgan ta'lim muassasalarida bo'ldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi boshlig'i Nurobod tumanining olis hududida joylashgan 56 va 57-umumta'lim maktablarida bo'lib, bu yerda o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, shuningdek dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Tumandagi 57-umumta'lim maktabida maktab rahbariyati hamda mahalla faollari bilan muloqot chog'ida mahalla faollari maktab hududidan sport zali qurish masalasini dasturga kiritishda amaliy yordam so'radi. Boshqarma boshlig'i ushbu masala yuzasidan kelgusi yillarga mo'ljallangan manzilli davlat dasturiga taklif tayyorlashini bildirdi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i Nurobod tumanidagi 24-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib, obodonlashtirish va yozgi sog'lomlashtirish davrida amalga oshirilayotgan ishlar va ta'lim-tarbiya jarayonlari bilan tanishdi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan tanishuv jarayonida muassasa rahbariyati hamda tuman mas'ullariga aniqlangan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari bo'yicha tavsiyalar berdi. O'tayotgan haftada viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan 6 oy davomida maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Hozir shu haqda. Matbuot anjumanida boshqarma boshlig'i Muzaffar Hamdamov sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, yutuqlar, muammolar va ularning yechimi yuzasidan yig'ilganlarga atroflicha ma'lumotlar berdi. Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim metodlarini keng joriy qilish, mavjud davlat bog'chalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, nodavlat, davlat xususiy sherikchilik va oilaviy shakldagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar qamrovini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Anjumanda o'tgan 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, 2025-yil uchun kelgusi ustuvor vazifalar va tashabbuslar haqida ma'lumotlar berildi. Matbuot anjumanida boshqarma boshlig'i ommaviy axborot vositalari xodimlarini kasb bayrami bilan tabrikladi. Muzaffar Hamdamov ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida gapirar ekan, tizimdagi yutuqlar, o'zgarishlar va yangilanishlarni keng ommaga yetkazishda ommaviy axborot vositalari xodimlarining xizmatlari beqiyos ekanligini ta'kidladi. Ta'lim tizimidagi islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazishda boshqarma bilan hamkorlik qilgan faol jurnalistlarga esdalik sovg'alari topshirildi.
aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish hamda xodimlar o'rtasida jamoaviy muhitni mustahkamlash maqsadida haftaning har juma kuni boshqarma xodimlari o'rtasida sport turlari bo'yicha turli musobaqalar tashkil etilishi rejalashtirilgan. O'tayotgan haftada sportning futbol hamda voleybol turlari bo'yicha boshqarma xodimlari o'rtasida sport musobaqalari uyushtirildi. Shu asnoda boshqarma xodimlari o'rtasida tashkil etilgan sport tadbirlari joriy haftada yuqori ruhda va katta ishtiyoq bilan o'tkazildi. Unda boshqarma jamoalari o'zaro bellashib, o'z jismoniy tayyorgarligi va jamoada ishlash salohiyatini namoyon qilishdi. Tadbir doirasida futbol va voleybol bo'yicha jamoalar o'rtasida qizg'in va murosatsiz bahslar bo'lib o'tdi. Barcha ishtirokchilar bellashuvlarda faol ishtirok etib, sportga bo'lgan qiziqishlarini, g'alabaga intilish va jamoaviy hamjihatlikni namoyish qilishdi. Bunday tadbirlar nafaqat jismoniy sog'liqni, balki ruhiy holatni ham mustahkamlash, ishchi jamoa a'zolari o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, ish joyida ijobiy muhitni shakllantirish va xodimlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz sharhi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.